Diqqat, hozirgina shoshilinch xabarlar tarqaldi. To'qayevning sobiq maslahatchisi o'ldirilgani haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib ketishni ham unutmang. Kecha 29-oktyabr kuni Qozog'istonda 1990-yildan buyon turli davlat lavozimlarida ishlagan Erjan Bobokumarov kaltaklab o'ldirildi. Bu haqida Sputnik Qozog'iston xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Bobokumarov va unga oldindan tanish bo'lgan fuqaro o'rtasida chiqqan og'zaki janjal mushtlashuvga aylangan. 56 yoshli sobiq amaldor olgan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Sobiq davlat maslahatchisining o'limini mamlakat bosh prokurorining o'rinbosari Galimjon Kuygeldiyev ham tasdiqlagan. Uning ta'kidlashicha, politsiya tergovga qadar tekshiruv o'tkazgan va barcha tergov natijalarini kutish kerak. Gumonlanuvchi qo'lga olinib, vaqtinchalik saqlash izolyatoriga joylashtirildi. Qotillik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda, deyiladi politsiya xabarda. Erjan Bobokumarov o'tgan yillar davomida Qozog'iston Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi markaziy kommunikatsiyalar xizmati tahlil va prognozlash markaziga rahbarlik qilgan. Shuningdek, u prezident departamenti rahbari o'rinbosari, Olmaota shahri hokimining o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Bobokumarov 2019-yilning aprel oyidan iyul oyigacha Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevning maslahatchisi bo'lgan, deyiladi xabarda.